Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun Allohning fazli bilan O'rta Osiyo musulmonlari nomidan G'azodagi Al-Aqso kasalxonasida to'yib ovqatlanmaslik tufayli kasal bo'lib yotgan go'daklarga quruq sut aralashmalari tarqatildi. Ushbu WhatsApp nomerlar orqali hadya hamkorlik fondiga qo'shilishingiz mumkin. Ekraningizga chiqib turgan ushbu M-Bank orqali, ushbu QR kod orqali M-Bankdan pul yuborishingiz mumkin. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Ekraningizda chiqib turgan QR kod orqali sizlar ham bu sadaqa joriyada ishtirok etishingiz mumkin. Siz Qirg'izistondan M-Bank orqali QR kod bilan yuborishingiz mumkin. Alloh barchamizdan rozi bo'lsin. Ushbu videoni do'stlaringizga ulashing. Agarda qo'lingizdan kelsa, mablag' tomonidan yordam bering. Kim qanday qo'lidan kelgancha kimga do'stligi ulashsin, gruppalarga tarqating. Albatta, sadaqa jannatga chorlaydi, do'stlarim. Bu videorolikka befarq qolmang. Inshaalloh musulmon do'stlarimizga Alloh yordam bersin.